Men boshqalardan emas, o'zimdan voz kechib yashagan ekanman. Odamlarni ranjitmay deb qalbimni ranjitib qo'ygan ekanman. Boshqalarni eshitay deb o'zimni eshitmay qo'ygan ekanman. Sabrni noto'g'ri tushunibman. Chidash deb sukutni, tavakkul deb o'zimni unutishni tanlabman. Alloh esa hammasini ko'rib turibdi. Shuning uchun u to'xtatadi, jim qiladi. O'zingizni topishingiz uchun yolg'iz qoldiradi. Chunki banda o'zini yo'qotib qo'ysa, ibodat ham og'ir kelar ekan. Qalb charchasa, hatto duo ham ko'z yoshga aylanar ekan. Bugun tushundim. O'zimdan voz kechish taqvo emas, o'zimni asrash, Alloh bergan omonatga xiyonat qilmaslik ekan. O'zingizdan voz